Ayollarda nega hayz og'riqli keladi? Biz bilamizki, bachadon muskul qavatdan iborat bo'lib, hayz payti qisqarish xususiyatiga ega. Bunda prostaglandin gormon qonga so'riladi va shuni hisobiga bachadondan qon kelishi boshlanadi. Agar qizlarimizda o'smirlik davrida prostaglandin gormoni qonda ko'payib ketsa, bo'ladi gormonal buzilishlar bo'ladi. Bunday qizlar shikoyat bilan keladi. Hayzim juda og'riqli kelyapti. Biz UZI tekshiruvlar o'tkazganimizda ularda hech qanday patologik o'zgarishlar bo'lmaydi. Bunday qizlarni biz umumiy ularni tekshirib, gormonal fonlarini tekshirib davo qilamiz. Agar ayollarimizda hayzi og'riqli kelsa, ularni albatta ginekologik kasalliklari bormi, yo'qmi tekshiriladi. Bu adenomioz, bachadon miomasi, tuxumdon kistalarini va operatsiya qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan operatsiyalar chandiqlarini bartaraf qilib, uni sababi davolanib, hayz sikli muntazam siklik keladi.